Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Sarson ruh nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anlatildi. G'arib dardini g'urbatda odadan so'ra. 13-bob Visol qadrini oshdi godadan so'ra. Vatansiz hayotda ma'nadan chaqmoqdek tiz bo'yi o'z elidan judodan. Odam 5 yil 10 yil burun bo'lgan ishlarni texi yenili bo'lgandek eslab, shu aslimlar ichida o'zining cho'ng bo'lganligini, qirib ketayotganligini tuymay qoladi. Tirikchilik yo'lida jon tikib o'tayotgan mushkul vaqtlarmi, xuddi daryo mavjidek birining kaynidan biri sho'xliq bilan qo'g'ilishib o'tib ketaveradi. Miladiya 1980-yili sentabr oyi Akbar uchun to'lim xosiyatli qutlug' oy bo'ldi. U bu yil to'p-to'g'ri 48 yoshga kirib, qirollik yeshidagi yetilgan er bo'lib qolgan edi. Akbarning qop-qora qo'yuq buriti, oq orligan ko'tmak soqoli, qumur rangli do'gilak yuziga, qomatli bastiga yarishib, uni texni salobatli ko'rsatdi. Uning mushturqi dadisi Otxonning buningdan 32 yil burun haj safari ishqida yurgan vaqtidagi turqiga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Birli o'xshamaydigan yeri Otxon shu chaqda beshiga yeshil manpu do'ppa, uchisiga uzun panchu yakdak, putiga shipak kash kiygan edi. Akbar bo'lsa, hozir uchisiga Angliyada tikilgan beg'ir rangli esil shin kostyum, putiga Italiyaning damliq shiblitini kiygan. Kostyum burunsiga talab galastik taqqigan. Fransiyaning xushbo'y atrisini chechib, charlashgan chechini maylab, xuddi chattanlik mehmonlarni qabul qilmoqchi bo'lgan diplomatlardek salofat bilan mag'rur holatda turardi. Demisimi Akbar bugun savdo diplomati sifatida safarga chiqmoqchi. Bu safar uning uchun odatlik safar emas, balki u 30 yildan beri zarqib kutgan, to'la kutib yuraklari qog'jirab ketgan qutlug' safar edi. Saudiya hukumati Akbarning bu yilda Guangzhouda ochiladigan savdo yarmankasiga qatnashish iltimosini tasdiqlagan edi. Bu fursat uningga oson kelmadi. Agar Haris uni ashundaq yeni uchur bilan ta'minlamagan bo'lsa, vatan tuprog'ini tavob qilishdek bunday oltin fursat uningga yana nisb bo'lmagan bo'ladi. Haris uningga bir kuni "Sening vataningning janubidagi Kantun degan shaharda savdo yarmankasi o'tkaziladi ekan. Shuningga qatnashishga urinib boqamsan. Yarmankadan keyin yurtingga berish imkoniyati tug'ilib qolsa ajab emas" degan yangi xabarni yetkazdi. Akbar bu xabarni anglabla butun vujudi bilan mush ishga chapdi. Munosabatli o'rinlar bilan so'zlashdi. Hukumatga iltimos sundi. Uzoq o'tmay Saudiya hukumati uning iltimosining tasdiqlanganligini uqtirdi. Shu kuni xushallik va hayajondan Akbarning yuragi yerilib ketgani tas qoldi. Bola chaqa, urug' tuqqan va yurtdoshlar uning uyiga jam bo'lib, bu olamcha xushallikni tantana qilishdi. Akbar bu xushallikni shu minutda Amerikaning Harvard universitetida o'qiyotgan o'g'li Armonga telefon orqali yetkazib, uning ko'nglini shodlikka cho'mdirdi. "O'g'lim Akbar, sen uchun biz faxrlanamiz" dedi chas soqollari oqirib qirib qolgan Musa Danqin uning qo'lini mahkam tutib. "Sen yurtga borganda ikki ko'z bilan emas, bizning ko'zlarimizni qo'shib, ming ko'z bilan yurtga qarag'in. İki dunyolik salımımızı yetkizgin. Men qirib qoldim bolam. Agar malol ko'rmasan qaytishingda yurtning tuproqidan bir hukm olg'ash kelgin. Men uni yostiqimning ostiga qo'yib yotay. U mening yarlikim bo'lib qolsin bolam." Shu gaplarni qilib, Musa Danqonning ko'ngli yerim bo'ldi. O'zini tutolmay isadab, bo'zlab, xeyli uzoqcha ezilib yig'lab ketdi. Hozir Akbar bilan Musa Danqon qudubachi edi. Musa Danqonning Makkada tug'ilgan o'g'li Abdulla o'tgan yili Angliyadagi Osiyo mexanizmi kasbini bitirib kelgandan keyin Jiddadagi xalqaro aerodromga aeroplan texnikasi bilan o'rinlashgan edi.
ikki oilaning kelishi bilan Akbar cho'ng qizi Anargulni bu yil 2-oyda Abdullaga yotliq qilib bergan edi. Xushalliq oxir berib yig'i-zoriga aylanib ketdi. Musa Danqanning gapi hammaylarning yurak bag'rini ezib, ularni hamma odamning beshiga keladigan o'lim to'g'risidagi mash'um xiyollarga va yurt, vatan, ona tuproq to'g'risidagi yaqinlik tuyg'ular olamiga elib ketgan edi. Mehmonlar birdan yig'lab, birdan kulib, oxiri nurg'un yaxshi orzu istaklar bilan Akbarning bu qitimqi qutlug' safariga oq yo'l tiladi. Shu ishdan 3 kun keyin Akbar xalqaro aeroplanga o'tirib, Jiddidan Shanganga qarab yurib ketdi. Suratni ranglar, binoni naqshlar bezgandek Guangzhou savdo yarmankasini jafokash Junxo millatlarining ishchan qo'llari shundoq ko'rkam va go'zal qilib bezilayotgan edi. Akbar uzoq yillardan beri yuragida saqlab, suyib, e'tiborlab kelgan vatan tuprog'iga qadam qo'ygan oshkuni o'zini dunyodagi eng baxtli kishi deb hisobladi. Vatan uni iliq quchqiga oldi. Janubiy diyorning namxush havosi Akbarning qalbidagi tashnaligini qondirdi. Rangarang gul giyohlarga to'lgan go'zal, munbat tuproq uning ko'zlariga nur, ko'ngliga shodlik baxsh etdi. Akbar savdo yarmankasining Xinjiang Uyg'ur Abtonom rayon degan viviskasi bor bo'limiga kirganda hayajondan texim mast xush holatga kelib qoldi. Bu yer xuddi Qoshteshi o'rdisidek nur va haroratga to'lgan edi. Lekin Akbarni mast xush qilgani bu yerdagi go'zallik va ko'rkamlik emas, balki ona sutidek poklik va ona hididek xushbo'ylik purab turgan Payzivatning qo'g'ini bilan ona diyorning rangarang manzarasidek julanib turadigan yakanning shoyi atlisi edi. U qo'g'indan to'yg'uchi edi. Tanlari yayrab, yuragi o'ynab ketdi. 32 yildan beri Akbar yeb ko'rgan nurg'un mevalar uningga munchilik huzur beg'ishlamagan edi. Ona tuproq bag'ri qongan, yurtning erkak suyini ichib pishgan bu qo'g'inlarning ta'mi, hidi va rangi boshqacha edi. Qo'g'inning shirin ta'mi oldida asalmo, navatmo bir chetda qolardi. Qo'g'indan ona sutining yaqinlik hidi keladi. Uning to'rlashgan qaramtul rangi va ayni o'zini yaratgan jafokash dehqonlarning purin-purin qo'riq bosgan qo'ng'ir rangiga o'xshab ketadi. Akbar bir necha kungacha osh-tomoq o'rnida qo'g'in yedi. Yegandimi o'z vaqtidagiga o'xshash kasildab, qirib, suyiga nanchilab yedi. Shoyi atlasdan bir necha to'p setilib, yostiq o'rnida beshik qo'yib yotdi. Yurtdoshlar bilan o'z ona tilida erkin ozoda so'zlashib, nurg'un yangiliklardan xabar topdi. Anglayotganinglar Beliq to'rdan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Savdo yarmankasi tugaydigan kuni bir boshqarg'ich xodim uningga: "Afandim, endi qaytamsiz yoki Junguni ziyorat qilamsiz?" deb so'radi. U ikkilanmay darholla: "Ziyorat qilaman. Tex boradigan, turadigan nurg'un yerlarim bor" dedi. "Unda bo'lsa biz Bejonga xabar qilaylik" dedi yirik xodim. "Sizni mamlakatlik muhojirlar ishxonasidagilar kutib olib o'rinlashtirdi." "Bo'ladi, rahmat sizlarga" dedi Akbar va yirik xodimga o'zining shirkit salom nomida Yaponiyada ishlangan nafis soatdan birini sovg'a qildi. Akbar Guangzhou savdo yarmankasi oxirlashib, 2-chi kuni aeroplan bilan Beijingga keldi. Degandek, aerodromda uni mamlakatlik muhojirlar ishxonasidan chiqqan bir xizmatchi kutib oldi. Ertasi Akbar muhojirlar ishxonasiga kelib, Uyg'urcha til bilan o'zining talabini aytdi. "Men Qashqariyga borman. Shu yerga yo'lga selib qo'yinglar." Lekin uning gapini hech kim uqmadi. Ishxonadagi 3 odam bir-biriga qarashganicha ang'iqib o'tirdi. Akbar 2-chi qatim arabcha so'zladi. Yana hech kim uqmadi. Balki burunqidimi bakrak hayronlikda bir-biriga qarab boshlarini ling'ishtirib qo'yishdi. Akbar ichidan tit bo'lgan bo'lsa-mu, lekin o'zini besib olib,
bir qitim aldırmay dana qilib inglizcha so'zladi. Xudoga shukr, ular har holda gaz yoki goj emas ekan. Oradan birisi inglizcha chala bo'lsa-mu, "Efendim, siz xatolashdingizmi qandaq? Bizda Qashqariya degan yer yo'q" deb javob berdi. Akbar taajjub ichida turib qoldi. U o'zining xatolashmaganligini biladi. Chunki Akbar har safariga mengishdan burun va keyin o'z yurtining ismini ba'zi kishilarning, bo'libmi chet elliklarning Qashqariya deb ataydiganligini nurg'un qitim anglagan edi. U endi o'zi cho'ng bo'lgan yerning naq o'zini aytish maqsadida "Qashqariya degan yer bordi" dedi heliqi inglizcha bildigan xodimga qarab. Heliq uchaylan uning alfoziga qarab bir oz jiddiylashgan bo'lsa-mu, ammo yanala petidan tushmay, o'zaro bir narsalarni deyishib, parvosiz o'ldiraverdi. Shu chaqda Akbarning ko'zi udul tamga esilgan Jungo xaritasiga tushib qoldi. U darhol xaritaning oldiga kelib, Qashqarning o'rni bor yerini topdi va bigiz qo'li bilan ularga ko'rsatib turib, "Bu yer Qashqariya bo'lmay nima? Yoki bu yer sharida yo'qolib ketdimi?" dedi. Shu chaqda ishxonaga xuddi osmondan tushgandek bir chet ellik kirib keldi. U Iroqlik Ahmad Kozim degan odam bo'lib, Beyjingdagi chet el tili institutida arab tili darsi o'tadi va Jungoning arab tilida chiqadigan bir jurnalida qo'shimcha ishlaydi. Xanzuchini xel ravon so'zlaydi. Bugun u bu yerga Bag'dodda turayotgan bir Jungo muhojirining havola qilishi bilan kirgan edi. Akbar bilan ikkisi qizg'in ko'rishdi, ahvollashdi. Ahmad Kozim Akbarning muddaosini uqqandan keyin "Hojim, sizlar hozir Qashqariyaga borman degan gapni qo'yib, Urumchiga borman desizlar" dedi u samimiy maslahat berib. "Ular hozir Qashqariya degan so'zni ishlatmaydi. Ham bu ismning tilga elinmaganiga uzoq bo'ldi. Qashqarmo yepiq shahar, sirtqi tig' ochilmadi. Sizlar avval Urumchiga borsizlar, u yerda sizlarga tunish odamlar bor. Dinlari, millatlari o'xshash, ularga maqsadlarini esizlar. Inshaalloh, ular sizni Qashqarga yo'lga solib qo'yishi mumkin." "Bo'ladi, maslahatlarga rahmat" dedi Akbar Ahmad Kozimga tashakkur etib. "Endi sizlar bularga ahvolni tushuntirib qo'ysizlar." Ahmad Kozim tarjimonlik qildi. Baya til bilmaslik sababidan ba'zi o'qishmasliklarning bo'lganligini, Akbarning asli Shinjonglik muhojir ekanligini, bu qitim Urumchiga bordiganligini ularga tushuntirdi. "Urumchiga borsa bo'ladi" dedi heliq xodimlar ahvolni tushungandan keyin. "Biz u yerdagi muhojirlar ishxonasiga uqtirib qo'yaylik. Ular bu kishining holidan xabar oladi." Anglavatqanlar Biliq To'rdan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Rast. U bu yerda nurg'un tunish til, tunish chiroy, tunish dindigilar bilan uchrashdi. Akbar bunun Qashqarni, yurtni, vatanni, dunyoni shu deb biladi. Shuna bu ism qalbiga mangu o'chmas obida bo'lib o'rnab ketgan edi. Bu ismdan boshqa ismlarni u qalbiga sig'dira olmaydi. Vatan degan muqaddas tuyg'u bilan his qilmaydi. Lekin bu qitim u Guangzhou savdo yarmankasiga kelib, vatanning bakmi kang, bepoyonligini, vatandoshlarining bakmi ko'p hisobsizligini, hamma yerning o'xshashli go'zal ovatligini o'z ko'zi bilan ko'rdi va yuragi bilan his qildi. Bugun Akbar o'z yurti atalgan bu qadimki go'zal va boy zaminning markazi bo'lgan Urumchi ko'chalarida yurib, bundaq yaqinlik ta'sirotni yana bir qatim o'z beshidan o'tkazib atadi. Bug'dining oppoq qor ostida yotgan ushma cho'qinlari, Qizil tog'ning yupqa tuman ishida ranglanib turgan yop-yeshil manzarasi, xalq teatrining quyosh nurida yaltirab turgan oltin rang qubbasi, shaharga tog' havosi ekiladigan Urumchi o'stingining o'ynoq arik suyi. Akbarning qalbida yeni boshdan yurt muhabbati bilan tabiat sevgisini uyg'otgan ilohiy his tuyg'ular bo'lib qoldi.
Ürümchida uningga avtonom rayonlik muhojirlar ishxonasida ishlaydigan Hisomiddin ismli bir odam hamroh bo'ldi. O'ttir yoshlik, qora nutuq, qora qosh kelgan bu odam xushfe'l, xushchiroy bo'lsa, lekin o'z ustidagi boshliqning og'zidan chiqqan o'rnini zoyi qilmaydigan. Ular nima desa, shuni shatutidek takrorlaydigan yavaş, itoatchan odam edi. Akbar kelgan kunning 3-kuni juma bo'lib qoldi. U Hisomiddindan tinglab so'radi. Bu yerda juma namoz o'qig'idek cho'ngroq ozli masjidlar bormi? Ha, bor. Dedi Hisomiddin oldirab. Manmu masjidi, Baytulloh masjidi, No'g'ay masjidi deganlarning hammasida juma namoz o'qiydi. Amsa Baytulloh masjidiga borayli, dedi Akbar bu ism qulig'iga chiroyli anglanib. Bo'ladi, men seni boshlab boray, dedi Hisomiddin va bir oz turib olib jiddiy talaffuzni qo'shib qo'ydi. Juma namoz o'qib bo'libla qaytib chiqdilar, Qur'on o'qimisizlar. Akbar turib qoldi. Hisomiddinning so'zlari uningga g'alati tuyuldi. U chiroyini turishtirib, taajjublangan holda mundaq dedi. Afandim, masjid degan Allohga ibodat qiladigan yer. U yerda Qur'on o'qimay nima ish qiladi? O shundoq. Lekin za, dedi Hisomiddin vuduqib duduqlab. Sening bu yerga tunji qatim kelishlari, sening asirmisak, sening omonliklarini o'ylamasak bo'lmaydi. Rahmat, dedi Akbar Hisomiddinning qandoqdir tanqislik ichida qolganligini sezib. Men ko'l bilishganlarga rahmat. Shu kuni juma namozidan keyin yana bir ish yuz berdi. Akbar ketib o'tib, yo'l bo'yida bir odamning 10 yoshlik o'g'li bilan uzun setib o'tirganligini ko'rdi. Siratga liq qachilangan kahrivodek sarg'ayib pishgan munoqa uzumlar Akbarning ko'ziga issiq ko'rib, og'ziga seriq suv yig'di. U baqqalning oldiga kelib, dastlab muloyim salomlashdi. Ondan uzumdan 1 kilogram tartqizib, 50 yuanlik tashqi pervit biletidan birini berdi. Baqqal pulning oldi orqa qarab, "Hocam, bu pul bas cho'ng ekan, yondira olmayman", dedi o'zri aytgandek talaffuzda. Shu chaqda mashrang forma kiyib olgan bir bozor boshqurg'ichi kelib, baqqalni qirqitib turib, 2 yuan 50 pul boshqurish haqqi olib ketdi. "U noinsoflar", dedi baqqalning o'g'li heliq bozor boshqurg'ichining orqasidan koyib. "Texi bir pulni sot qilmasak, bir moch pul olib ketdingmi?" Akbarning baqqal bilan uning kajtalay o'g'liga ishi og'irdi. Ular har kuni mushundaq biror sivat meva-cheva setib, shuningdan qolgan 4-5 tanga pul bilan tirikchilik qilayotgandek ko'rinadi. "Bo'ldi aka, yondirmisizlar", dedi Akbar mengishga tamshilib. "Hammasi silida qolsin." Kutilmaganda Hisomiddin orqa tushdi. "Yo'q, qojim, pulni qaytarib bo'lmaydi." "Nimishqa?" dedi Akbar uningga savol nazarida tikilib. "Hisomiddin afandim, biz musulmonlarda o'shir zakot degan bir narsa bor. Bu akimiz bola chaqiliq ekan, bo'ldi, qilaversin." "Yo'q, bo'lmaydi, hojim, ortiqni yondirsin", dedi Hisomiddin yana shundoq tarsaliq bilan. "Bu xiyonat bo'lib qoladi." Akbarning g'o'shida ochchig'i keldi. Chiroyidagi boyqi royishliq, mehribonlik o'rnini endi bir xil g'azab va nafrat egilab olgan edi. "Afandim, sizlar hukumat kadrlari musulmon turib nimadoq beg'araz bo'lib ketdilar?" dedi u Hisomiddinning hissiz ko'ziga tikilib. "Bu pulni men o'z roziliqim bilan beribsam, siz nima qildilar? Bizda qo'yningdan to'kis qo'njiga deydigan gap bor." Akbar shu gaplarni qilib, ro'y qaytgan holda udul yo'liga mangdi. Bir chaqda Hisomiddin uning orqasidan yetishib kelib, bir yog'liq uzum bilan bir siqim oshqin pulni uning qo'liga tutqizdi va bezanglik bilan yana o'zining gapini yo'rg'ilatdi. "Shunda qilmasak bo'lmaydi, hojim. Bu qoida prinsip, sizni asirg'onlik." Akbar ochiqni ichiga yutib zuvan surmadi. Bu bir necha kun ana shunda xushallik bilan xopiliq kiralashgan holda shahar ko'rish, u yer bu yerni ziyorat qilish bilan oldirash o'tib ketdi.
Bugün etdigen Ekber o'rnidan turibla o'zini yo'qlab kirgan Hisomiddindan so'radi. Sizlarning bu yerdagi eng chong boshliq kim? Van Immo, dedi Hisomiddin. Musulmondan kim? Yana so'radi Ekber. Ismoil Ahmad degan bir kishi bor, deb javob berdi Hisomiddin. O kishining gapi o'tamdi. O'tidi. Unda bo'lsa meni shular bilan ko'rishtirsizlar. Bo'lamdi Hisomiddin efendim, dedi Ekber iltijo bilan. Bo'ldi, men o'qishib boqay, dedi Hisomiddin to'mtoq qilib. Bir kun Ekberning kutishi Hisomiddinning o'qishi bilan o'tib ketdi. Atsi Hisomiddin atdigandila Ekberdan bir narsaning tegiga yetmoqchi bo'lgandek sirliq qilib so'radi. Sizlar ular bilan ko'rishsizlari nima deydilar? Nima deyishni o'zim bilaman, dedi Ekber. Ish bo'lmaganda deydigan gaplarning mavzusini deb baqsizlar, deb turib oldi Hisomiddin gijinliq bilan. Mening gapim ochiq odam, dedi Ekber taqti taq bo'lgan holda. Deydigan gapimning mavzusi yurt to'g'risida, xalqim to'g'risida, dinim to'g'risida va o'zimning Qashqarga berishim to'g'risida. Mushlar to'g'risida so'zlasam bo'la? Bo'la, dedi Hisomiddin mujmallik bilan. Men yana o'qishay. Ammo atsi Hisomiddin bir parcha gazetni ko'tirib kelib, bu ikki boshliqning birsi Beijingga, birsi Xotayga ketibdi, dedi o'zi aytgandek talaffuzda. Mana bu haqda xabar ham suratlar. Bo'ldi Hisomiddin efendi, bu gapni qo'yaylik, dedi Ekber uning so'zini cho'rtlik kesib. Meni Qashqarga boradigan ishim qanday bo'ldi? Meni qachon yo'lga solibsizlar? Yana bir oz ta'xir qilsizlar, hojim, dedi Hisomiddin amal bar bu gapdan o'zini elib ketishga tirishib. Hozir havo buzuq, Qashqarga aeroplan qatnamayotidi. Bu gaplar uning bahonasi edi. Yurak tuyg'un Ekbermo buni allaqachon sezib bo'lgan edi. Hisomiddin efendim, aeroplan bo'lmasa mashinada mansam bo'ladi, dedi Ekber va necha kundan beri qalbini toshdek besib yotgan dardlarini ixtiyorsiz to'kishga boshladi. Men mush kunning kelishini 32 yildan beri tashnolik bilan kutib keldim. Dadamning umri yetishmadi. O yurtni ko'rolmay, orzu umidini menga yuklab bu olamdan ko'zi ochiq ketdi. Hisomiddin efendi, sen yurtdan, oiladan birer yil ayrilib baqqanmi? Judolikning dardini tartib baqqanmi? Lekin men inson bolasining beshiga biz ko'rgan judolik kunlarining kelishini xohlamayman. O'ylab baqsizlar, 32 yil oz vaqtmi? 16 yosh vaqtimda yurtimdan, onamdan, urug' tuqqanlarimdan ayrildim. Shuningdan beri men ularning bor yo'qligini bilmayman. Lekin ularning chiroyi bir kunmi ko'z o'ngimdan ner bo'lgani yo'q. Men tug'ilib o'sgan oshu mahalla, oshu ko'cha, oshu to'pluq yo'llar bir kun esimdan ko'tarilgani yo'q. Tova, men bularni so'zlab nima qilay? Bundaq azobni, bundaq kulfatni o'z beshidan o'tkazmagan odam qandoq tushunadi? Birdan ovozini pasaytdi. Endi xuddi o'zi bilan o'zi so'zlashayotgandek zaif, miskin ovozda pichirlashga boshladi. Men shuncha ko'p yurtdoshlarining ko'nglini, ko'zini, yuragini o'zim bilan birga akalgan tursam, endi ularni yurtga bora olmay noumid ketarman. Ah Xudo, menga rahim qil, yurtimning tuproqini furat, ko'zlarimga surtishga misqi. Onamning chiroyini bir ko'rsam, agar o'lib ketgan bo'lsa, tuproqini quchoqlashga misqi. Ekberning ko'zlari namdaqli. İç-içidan qopsab chiqayotgan dard alam uning nafsini qisib ketyapti. U asta o'rnidan turib dariza oldiga keldi. Yipak pardani qayirib, darizaning bir qanotini ochdi. G'urrida kirgan salqin shamol uning ko'ksiga urilib, dimiqqan vujudini sagitdi. Shu topda Ekberga 32 yillik kutishdan ko'ra, mushu bir necha kunlik kutish eg'irroq tuyulyotdi. Burun u amalsiz edi. Musofa yiroq, yo'l taqoq edi. Baray deb borolmaydi. Ko'ray deb ko'rolmaydi. Lekin endi uchun talay dengiz okean, tog' dovonlar orqada qoldi.
Akbar vatanning janubiy ig'izdan kirib g'arbga keldi. Uning dastlab turg'ini vatan tuprog'i, nafaslanib turg'ini vatan havosi edi. Akbar faqat yana bir necha qadam mangsila kindiqini to'kilgan, ajdodlar xoki to'zib turgan ona yurtga bora olaydi. Lekin u hozir qanoti bo'q qushlangan qushdek bo'lib qolgan edi. Qarmoqqa erkindek ko'rinsimi, lekin xohlagan vaqt uchib, xohlagan yerga bora olmaydi. Bu qushlangan yipning bir uchi Isomiddinning qo'lida edi. Akbarning boyiq so'zi va ayonchilik qiyofati bugun Isomiddinga qattiq ta'sir qildi. Bir odam har qancha bag'ritash, vijdoni sus bo'lsa-mu, lekin uning vujudida yanada mehr tuyg'usi bilan qahr qudrati tang mavjud bo'ladi. Bir ishlarda mehr tuyg'usi g'olib kelsa, yana bir ishlarda qahr qudrati g'olib keladi. Bugun Isomiddinning vujudidagi uzoqdan beri besilib yotgan mehr tuyg'usi asta-asta ko'tarilib, ustunlikni egallagan edi. Uning Akbarga ichi og'ridi. Yesidashliqqa qo'zg'aldi. Demisimi bir odamning 32 yildan beri yurtidan ayrilib, endi yurtining bo'sug'isiga kelganda, u yerga bora olmay, noumid qaytib ketishi umrlik alam qiladigan ish emasmi? Bundoq alamga yurak qandoq chidaydi? Shularni o'ylagan Isomiddin o'z tabiatiga mos kelmaydigan bir xil qat'iylik bilan mundoq dedi. Ko'ngillarni buzmasla Akbar hojim, men sizni tez orada Qashqarga yo'l serishni amalni qilaman. Xudo buyursa, murod maqsadlarga yetkayla. Odam yurakdagi mehr muhabbatni izhor qilib, shuningga tushliq ko'ngildagidek javobga erishganda xushal bo'ladi, xotirjam bo'ladi. Isomiddinning so'zi tunji qatim Akbarning yuragiga xushallik va xotirjamlik baxsh etdi. Degandek 3 kundan keyin Isomiddin xushxabar aytdi. Ertasi tushdan keyin Akbarni aeroplan bilan Qashqarga uzatib qo'ydi. Aeroplan bulutlar orasidan sho'ng'ib, asta-asta pastlashga boshladi. Bir qizning yaqinlik ovozi muzikalar orasidan larzon laylab chiqdi. Hurmatli mehmonlar, yana 5 minutdan keyin aeroplan Qashqar aerodromiga qo'nadi. Akbarning yuragi hayajondan qattiq so'qib ketdi. Bu yurak burun xuddi datlashib to'xtab qolgan soatga o'xshash ovozsiz edi. Endilikda bo'lsa, yurtning bahori, yurtning havosi, yurtning zavqi bilan hayotning jo'shqin yangroq muzikasini chelishga boshlagan edi. Ah, Tangrim, g'ayrat singan, intizorlikqa to'lgan ash uzoq hayot musofasi nima degan ko'paklik edi, ha? Akbar judolikning dardini bakmi uzoq, bakmi ko'p tortdi. 30 necha yillik tashnolikda uning lazari gazlashib, dili qog'jirab ketgan edi. Shu topda o'li emas, balki tabiatmi, barliq jon-jonivorlarmi xushal edi. Shunga ular butun ishqi bilan go'zal bir kuyni kuylayotdi. Bu kuyda tashnolikqa qongan yurakning baxti, xushalligi va olamchi muhabbati mujassamlangan edi. Akbar aeroplanning eshigidan keng bo'shliqqa beshini chiqarib, yurtning saf va iliq havosini sumrib, uzoq nafas oldi. Hayajondan yaproqdek titrab turgan tini rohatlandi. Shod-xuramlik bilan qayg'u hasrat orlashib ketgan qo'ng'ir ranglik yuzi issiq yosh bilan namdaldi. Akbar aeroplan shotisidan tushdi. Putlarini qattiq besib, o'zining saltanatlik makoniga qadam qo'ydi. Uning vujudi 30 necha yildan beri his qilib boqmagan ajoyib issiq va yaqinlik bir sezimdan erib ketadigandek mast xush holatga kelgan edi. Akbar ketib o'tib, putquli go'yo tuyuqsiz madordan ketgandek lassida yukinib o'ltirdi. Namozga sajda qilgandek ikki qo'li bilan yerni teridi. Andin mangini onustidek pok va halol tuproqqa yiqib, uni qong'uch puridi.
Bu onun ana yurtqa bo'lgan salimi, hurmati va o'tliq sevgisi edi. Bu hech qanday sevgiga o'xshamaydigan, hech qanday kuch yo'q qilib etolmaydigan, faqat yurakka tushuna oladigan yagona, sirliq va mangulik muqaddaslikka ega ilohiy sevgi edi. Akbar tuproqdan beshini ko'tardi. Shu hamon uning ko'ziga yiroqda o'ziga qarab qo'l pulanglatib, talmirib turgan bir muncha odamlar ko'rindi. Xazinasi. U garchi aniq farq qila olmasa, lekin shu odamlarning ichida onasi bilan urug' tuqqanlarning borligini bag'ri sezib turardi. Ras. Akbarni qarshi elishga chiqqan shu odamlar ichida chech kumushdek oqirib, beli mushchaygan, ko'zining xuni ketib, shamchiroqdek pildirlab qolgan onasi Xontilla va uni ikki tarafidan yo'lab turgan ochisi Mastura bilan singlisi Fatima bor edi. Hammadan qiziqi, ularning ichida Akbardek ko'rib boqmagan, ammo bu yil 30 yoshdan halqib, bejirim yigit bo'lib qolgan inisi Safar hammadan bak tepchaklab, bo'yindab akam qandoq bo'lg'aydi degan qiziqish bilan uni ko'rishga taqozo bo'lib turardi. 30 necha yillik eg'ir judolik dardida yuraklari laxta-laxta bo'lib ketgan bu qon qarindoshlarni aerodromda bunda qizg'in va tasodifiy uchrashtirish Nisomiddinning tug'isi edi. U tunugun Qashqardagi muhojirlar ishxonasiga telefon berib, hamma ishni ko'ngildagidek o'rinlashtirib qo'ygan edi. Akbar aerodromning gulligidan bir siqim tuproqni siqimdab o'rnidan turdi va o'zini kutib turgan kishilar to'piga qarab mangdi. U shu taqda butun vujudini larzaga solgan hayajon bilan mang'atdi. Xushalliq va umid to'lgan qadamlar bilan mang'atdi. Yurak bag'ri o'rtangan holda mang'atdi. Visol shodliqida jon jahli bilan mang'atdi. Xuddi xushalliqdan, hayajondan erishib qolgandek, ona quchqiga o'zini otmoqchi bo'lgan yetim qo'zidek taqazzoliq, qizg'inlik bilan shoturda qadam tashlab mang'atdi. Akbarning qadam izidan go'yo yaqinlik musiqa navosi, sho'x naqsh sadosi yangragandek hamma yer xushalliq tantanasiga cho'mgan edi. Yiroq oqlash tog'lardimi, cho'nqur jirodagi sharqirgan suvlardimi, ko'pchigan dalalarni qoplab yotgan yeshil maysalardimi, rangarang echilgan cho'l gullardimi, suvlar yo'llarga teshib chiqayotgan eriq o'stanlardimi, mana shu xushalliq bilan visol jilvis tantana qilatdi. Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Sarsamruh nomli romani bugun mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Bu roman Shinjangdagi har qaysi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.